Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu metabolizm to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Undaqda metabolizm degan nima? Metabolizm deganimiz badanda uzluksiz davomlashadigan kimiyalik jarayon bo'lib, u hayotlikning asosidir. U badandagi hujayralarning biz iste'mol qilgan yemakliklarni bizning nafas elishimizga, o'ylash, tafakkur qilishimizga va qilishga tegishlik barliq harakat faoliyatlarimizga kerakli bo'lgan energiyaga aylantirish jarayonidir. U yemakliklarning hazm qilinishidan boshlab badandagi har qaysi a'zolarning normal xizmat qilishi va hujayralarning remont qilinishigacha bo'lgan har xil jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bundaqcha aytgan vaqtida badandagi barliq harakat faoliyatlar mushu metabolizm asosida elib berildi. Metabolizm jarayoni. Men yuqori deb o'tgandagidek, bu metabolizm deganimiz badanimizning sirtdan erishgan yemaklik yoki moddalarni badanning ehtiyoji uchun kerakli bo'lgan energiyaga aylantirish jarayoni bo'lib, badanga kirgan, ya'ni badanimizning sirtdan qabul qilgan modda degan vaqtimizda birinchisi oksigenni, ikkinchisi suvni, uchinchisi har xil ozuqliq yemakliklarni o'z ichiga oladi. Endi bu oksigen yoki havo badanga kirgandan keyin badanimiz uni qabul qilib, uni karbon 4 oksidga aylantirib, nafas yo'limiz orqali chiqarib tashlaydi. Badanimiz sirtdan erishgan suv ichimliklarni suduk, tarat, ter va nafas orqali badanning sirtiga chiqarib tashlaydi. Undan boshqa eng muhim bo'lgani har xil yemakliklar, ya'ni ozuqliklar bo'lib, bu ozuqliklar badanga kirgandan keyin badanning ehtiyojiga kerakli bo'lgan energiya bilan ta'minlab, uningki shu badanning o'sib yetilishi, badanning ig'irligi cho'ng kichik taratga aylanadi. Ya'ni bunday aytgan vaqtida biz yegan tomoq badanda hazm bo'lgandan keyin energiya ishlab chiqaradi. Andan keyin u energiya badanimizning o'sib yetilishiga va kundalik faoliyatlarga sarf qilgandan boshqa ortiq qismi badanimizga o'rlashib, badan ig'irligimizni oshirdi. Andan keyin bir qism keraksiz qismi cho'ng kichik tarat bo'lib badanning sirtiga chiqarib tashlaydi. Bu metabolizmningki umumiy jarayoni. Odam uxlayotganda nafaslanish, qon aylanish va zaxmlangan hujayralarni remont qilish qatorliqlarga energiya sarf qiladigan bo'lib, bu badanning asosiy metabolizmi hisoblanadi. Ya'ni basic metabolizm hisoblanadi. Undan boshqa insonlarningki kundalik har xil faoliyatlari, ya'ni xizmat qilish, ugunish, tomoq yeyish, harakat qilish va badan chiniqtirish degandeklarning hammasiga energiya lozim kerak bo'ladi. Bu energiyalarning oz ko'pligi o'xshamagan insonlar orasida ko'p farqli bo'ladi va shu sababdan o'xshamagan insonlarning metabolizm suratimi farqli bo'ladi. Ya'ni insonlarningki metabolizmi ikki xil bo'lib, birisi uxlayotganda armilayotgandagi ehtiyojli bo'lgan energiyani asos qilgan
asosiy metabolizm, uningdan boshqa, aningdan keyin shu uvoq vaqtida har xil faoliyatlarni ilib berishga kerakli bo'lgan metabolizm. Metabolizmninki asta va tezligiga ta'sir ko'rsatadigan omillar. Birinchisi muskullarning hajmi. Badanda muskullarning hajmi cho'ng bo'lganlar ko'p energiya ko'ydirdi. Undaqlarning metabolizm sur'ati nisbatan tez bo'ladi. Ya'ni muskul cho'ng bo'lgan vaqtida bu muskullar ko'p energiyani ko'ydirdi. Undaqlarninki metabolizm sur'atimi nisbatan tez bo'ladi. İkincisi yaş. Yani bu metabolizm sur'atiga ta'sir qiladigan ikkinchi omil yosh bo'lib, yoshning cho'ng'ishiga ergishib, muskul hajmi kichiklaydi. Energiyaga bo'lgan ehtiyoj tuvallaydi. Metabolizm sur'ati nisbatan osti bo'ladi. Bu metabolizm sur'atiga ta'sir ko'rsatadigan uchinchi omil bo'lsa, badanning hajmi. Badanning hajmi cho'ng bo'lganlarning energiyaga bo'lgan ehtiyoji cho'ng bo'ladi. Undaqlarning metabolizm sur'ati nisbatan tez bo'ladi. To'rtinchi omil bo'lsa, jinsi, ya'ni ayolligi. Erlarning badanida may oz, muskul ko'p salmoqni egallaganligi uchun energiyaga bo'lgan ehtiyoji cho'ng bo'ladi. Metabolizm sur'ati nisbatan tez bo'ladi. Bu metabolizm sur'atiga ta'sir qiladigan 5-chi omil bo'lsa, irsiy omillar. Ya'ni ba'zi insonlarning metabolizm sur'ati boshqalarga nisbatan tug'ma farqli bo'lib, ularning metabolizm sur'ati ularning irsiy aloyligi bilan munosabatlik. Bu metabolizm sur'atiga ta'sir ko'rsatadigan omillarning 6-chisi bo'lsa, jismoniy harakat, ya'ni insonlarningki har xil faoliyatga qatnashish aktivchanligi. Ya'ni bunda aytgan vaqtida ko'p harakat qiladigan insonlar ko'p energiyaga ehtiyojli bo'lib, ularning metabolizm sur'ati nisbatan tez bo'ladi. 7-chi omil bo'lsa, hormon omillari. Ya'ni badanda ajratib chiqargan ba'zi hormonlar metabolizm sur'atiga bevosita ta'sir ko'rsatadi yoki metabolizmni kontrol qiladi. 8-chi omil bo'lsa, tashqi muhit va kayfiyat. Tashqi muhit va kayfiyat badandagi ba'zi hormonlarning ajrilib chiqishiga ta'sir ko'rsatadi. U hormonlar metabolizm sur'atiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, tashqi muhit sovuq bo'lgan vaqtida odam badanining energiyaga bo'lgan ehtiyoji yuqorilab, bu metabolizm tezlashadi. Issiq bo'lgan vaqtida terlash orqali badan suvsiz holga keladi, lekin badan temperaturasi ehtiyojdan yuqori bo'lganligi uchun bu vaqtida badan temperaturasini kontrol qilish uchun alohida energiyaga ehtiyojli bo'lmaydi. Bu vaqtda badanning energiyaga metabolizm sur'ati nisbatan osti bo'ladi. 9-chi omil bo'lsa, har xil dori. Ba'zi dorilar bevosita yoki hormonlarga ta'sir ko'rsatish orqali vositali holda metabolizm sur'atiga ta'sir ko'rsatadi. Bu metabolizm sur'atiga ta'sir ko'rsatadigan omillarning 10-chisi bo'lsa, yemak-ichmak. Insonlar iste'mol qilgan yemak-ichmakning miqdori va turlari metabolizm sur'atiga bevosita va yoki vositali holda ta'sir ko'rsatadi. Bu yuqoriqilarning hammasi shu bizningki metabolizm sur'atiga ta'sir ko'rsatib, o'xshamagan insonlarda o'xshamagan metabolizmninki asta yoki tez bo'lishiga ta'sir ko'rsatadigan omillar hisoblanadi. Men yuqorida bu
insonlarninki metabolizm suratiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni so'zlagan vaqtida u omillarning birining hormon ekanligini tilga olgandim. Undaqda bu odam badanida qaysi hormonlar badanning metabolizm suratiga ta'sir ko'rsatadi degan vaqtida bu metabolizm suratiga ta'sir ko'rsatadigan omillarning birinchisi testosteron. Bu testosteron degani badandagi erlik hormon bo'lib, bu hormon badanningki metabolizm suratiga ta'sir ko'rsatadigan hormonlar, muhim hormonlarning biri hisoblanadi. Ikkinchisi estrogen. Estrogen umu bir jinsiy hormon, ya'ni ayollarda bo'ladigan jinsiy hormon bo'lib, bu hormonmu shu badanningki metabolizm suratiga alohida ta'sir ko'rsatadi. Uchinchisi kortizol. Kortizol steroid hormoni bo'lib, bütün badandagi metabolizm va immunit inkasini o'z ichiga olgan nurg'un jarayonlarni tangshaydi. U yana badanning besimga taqobil turishga yordam berishda intayin muhim rol o'ynaydi. To'rtinchisi bo'lsa, hammalarga ma'lum bo'lgan insulin. Bo'lib, bu insulin oshqozon osti bezidagi beta hujayralari ishlab chiqargan peptid hormoni bo'lib, u badanning asosliq anonizm hormoni deb ataladi. U karbon suv birikmasi, ya'ni shakar, may va oqsilning metabolizmini tangshaydi. Beshinchisi progesteron. Bu progesteron odam va boshqa jonliqlarning hayz davri, homildorligi va to'ralma paydo qiladigan ichki manbalik jinsiy hormon bo'lib, bu hormonmu badanning metabolizm suratini tangshaydigan muhim hormon hisoblanadi. Bu badanning metabolizm suratiga ta'sir ko'rsatadigan hormonlarningki yana birisi leptin. Bu leptin asosliqi hujaydagi may hujayrasi va bakteriya hujayrasi tarafidan ajrilib chiqaradigan hormon bo'lib, ochliqni tizginlash orqali energiyaning tangpunligini tangshashga yordam beradi. Bu may hujayrasi tarkibidagi may miqdorini tuvallatadi. Onundan qilib qolsa, shu growth hormon deb, ya'ni o'sish hormoni. O'sib, bu hormon o'sib yetilishni kontrol qiladigan peptid hormoni bo'lib, u insonlar va boshqa hayvonlarning o'sishini, hujayralarning ko'payishini va asliga kelishini kontrol qiladi. Anandan keyin yana bir muhim hormon bo'lsa, shu qalqonsimon bezda ishlab chiqarilgan qalqonsimon bez hormoni, ya'ni thyroid hormon, undan ichida T3 va T4'lar. Bu hormonlar qalqonsimon bez tarafidan ishlab chiqariladigan ikki xil hormonni, ya'ni T3 va T4'ni ko'zda tutadigan bo'lib, ular metabolizmni tangshashga mas'ul. T3 va T4 yoddan tarkib topgan badanda yodning kamligi T3 va T4ning ishlab chiqarish miqdorining tuvallanishini keltirib chiqardi. Natijada qalqonsimon bez to'qilmalarini cho'ngaytirdi va po'qoq kasalligini keltirib chiqardi. Bu hormon shu odam badanining metabolizmini tangshashda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bir hormon hisoblanadi. Eng oxirida bu TSH degan hormon, ya'ni qalqonsimon bezini g'idiqlag'uchi hormon deb atiladigan bo'lib, bu hormon garchi bevosita metabolizmga qatnashmasimi, lekin metabolizmda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan qalqonsimon bez hormonining ishlab chiqarishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi va shu orqali vositalik holda badanning metabolizmga ta'sir ko'rsatadi. Undaqda bu metabolizm sindromi degan qandaq bir ahvol. Metabolizm sindromi deganimiz insonlarning yurak kasali, sakta va
ikkinchi tiplik diabet kesili qatorliqlarga giriftar bo'lish xatirini oshiradigan bir turkum binormal ahvol bo'lib, ular qon besimining o'rlishi, qondagi shakarning yuqorilashi, insulinga qarshilik kuch paydo bo'lish, qo'saq qismini asos qilgan semizlik, qondagi foydali xolesterolning tuvallishi va trigolesterolninki yuqorilashi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ularning asosli sababi semizlik va harakat qilmaslikdir. Mana bu metabolizm sindromininki yig'inchoqlashgan konkret, ya'ni mazmun bo'lib, men yuqorida deb o'tgandagidek, shu qo'saqni markaz qilgan semizlik, anandan keyin insulinga qarshi kuch paydo qilish, anandan keyin bu yuqori qon besimi, shu ziyonli xolesterolninki ishib ketishi, anandan keyin foydali xolesterolninki, ya'ni kolesterolninki tövellab ketishi. Bularning hammasi toplashib, ya'ni yig'inchoqlab metabolizm sindromi deb ataladi. Bular bizningki shu metabolizmga cho'ng ta'sir ko'rsatadigan omillar yoki shu ta'sirdan kelib chiqqan oqibat. Ben tövende bu şu metabolizmga ta'sir ko'rsatadigan ba'zi irsiy kasalliklarni qisqa qilib qarindoshlarga tanishtirmoqchi. Bu qandaq irsiy kasalliklar metabolizmga ta'sir ko'rsatadi degan vaqtida shu irsiy xarakterlik yuqori xolesterol kesili, ya'ni bu familial hypercholesterolemia degan bu kasal shu irsiy kasalliklardan birisi bo'lib, bu badanning metabolizmga bevosita ta'sir ko'rsatadigan irsiy kasallik hisoblanadi. Andan keyin ikkinchisi Gaucher kasali. Bu kasalga giriftor bo'lganlarningki ba'zi a'zolarda bo'libmi tal va jigarda ba'zi may moddalari yig'ilib qoladi va bu a'zolarning cho'ngiyishini keltirib chiqirdi. Ham shundaqla ularning normal xizmatiga ig'ir ta'sir ko'rsatadi. Üçüncü irsiy kasal bo'lsa Hunter sindrom. Bu kasalmi bu kasal intayin az uchraydigan bir xil irsiy kasallik bo'lib, bir xil enzimninki kam bo'lishi va yoki iqtidorning u enzimning iqtidorining yo'qolishi sababidan kelib chiqadigan bir xil irsiy kasallik hisoblanadi. Andan keyin bu metabolizmga ta'sir ko'rsatadigan irsiy kasalliklarningki to'rtinchisi bo'lsa Krabbe kasali. Yani bu kasallarning hammasininki mandaq chiqqan vaqtida rasmiy umumlashgan bir Uyg'urcha ismi bo'lmaganligi uchun aslidagi nom ismininki anga bo'yicha ilindi. U kasalliklarningki 5-si bo'lsa shu metagormatik oqqon kasali. Bu kasalmi bu nayti kam uchraydigan bir xil irsiy kasal bo'lib, may moddalari cho'ng miya, umurtqa va nervi hujayralarida to'plashib, ularning normal funksiyasiga ig'ir ta'sir ko'rsatadigan bir xil kasallik hisoblanadi. Bularning hammasi shu bizningki badanimizningki metabolizmga ta'sir ko'rsatadigan irsiy kasalliklar hisoblanadi. Metabolizmga ta'sir ko'rsatadigan irsiy kasalliklar yuqoriqilardan boshqa yana Niemann-Pick kasali, soch kasali, Wilson kasali, andan keyin fenilketonuria degan, ya'ni PKU degan bu kasalliklar hammasi shu metabolizmga ta'sir ko'rsatadigan irsiy kasalliklar hisoblanadi. Qandaq qilgan vaqtida metabolizm suratini tizlatgili bo'ladi. Ya'ni metabolizm surati tiz bo'lgan vaqtida odam semirib ketishninki oldini olg'ili bo'ldi.
Undaqda biz qandaq qilgan vaqtida mushu metabolizm suratini tiziltib, semirib ketishning oldini olg'il bo'ldi degan vaqtida birinchisi badan chiniqtirish orqali metabolizmni tizlatkili va shu orqali badan ig'irlig'imizning eshib ketishini, ya'ni semizlikning oldini olg'ili bo'ladi. Ikkinchisi muskullarni cho'ngaytish orqali metabolizmni tizlatkili bo'ladi. Masalan, ko'p chiniqqan odamlarningki muskullari cho'ngib, badandagi may tarkibi ozlaydi. Natijada metabolizm tizlashidi degan gap. Uchinchisi yeşil choy, kofe, ya'ni qahva, qizilmoch, talla, ya'ni fayba qatorliq ba'zi yemakliklarni iste'mol qilish orqali metabolizmni tizlatkili bo'ladi. Ammo bular badan ig'irliqda o'zgarish hosil qilishga yetmaydi. Ya'ni bu yemakliklarni iste'mol qilgan vaqtida metabolizmni tizlatkili bo'lgan bilan, biroq badan ig'irligini kontrol qilishda yolg'iz bular yetarlik emas. To'rtinchisi kechasi yaxshi uxlash orqali metabolizmni tizlatkili bo'ladi. Beshinchisi yoshning cho'ngayishiga ergishib metabolizm ostlaydi. Badan ig'irligi yuqorilaydi. Agar chiniqishni izchil davom qilib tomoq miqdorini ozlashsa, yoshning cho'ngayishiga ergishib semirib ketishning oldini olg'ili bo'ladi. Bulardan ko'rib olishga bo'ladiki, bu metabolizmningki suratining osta yoki tiz bo'lishi bizningki semizligimiz bilan bevosita munosabatlik. Ya'ni metabolizm surati ost bo'lgan vaqtida biz semirimiz, badan ig'irligimiz oshidi, har xil kasalliklarga oson giriftor bo'lamiz. Agar biz metabolizmni tizlatgan vaqtida badan ig'irligimiz aldirab ishib ketmaydi, ya'ni bak tiz semirib ketmaymiz. Shu natijada ba'zi mushu metabolizm bilan munosabatlik ba'zi kasalliklardan, semizlik bilan munosabatlik ba'zi kasalliklardan saqlana olamiz. Bugungi bu metabolizm to'g'risidagi qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Kelaqtim ko'rishaylik.